Imom Maturidiyga nisbatan aytilgan tanqidlar zafar topmagan tanqidlar. Imom Maturidiyning tavhid kitobini o'qib chiqqanman men. Tavilot ahli sunnani o'qiganman. Imom Maturidiyning ilmiy bahslarda, masalalarda o'ta kuchli ekanligini bilaman. Meni suhbatlarimni kuzatganlar e'tibor beringdi. Dahriylarni makmak qilib qo'yishimning sababi Imom Maturidiy. Imom Maturididan o'rganganman bu gaplarni men. Imom Maturidiy shunday asoslarni qo'ygan, bergan javobi dahriyni ham o'tkazib qo'yadi, mujassimani ham o'tkazib qo'yadi. Haqiqiy uslubni qo'ygan o'rtaga. Nimaga endi uni falon davlatning odamlari yomon ko'radi? Chunki Maturidiylikka asilgan, ya'ni Maturidiylikka asoslangan Usmoniy imperiyaga qarshi chiqqan ular davlat qurish uchun. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh o'zining atrofida o'sha Muhammad ibn Ismoil ibn Saud bilan birga shartnoma tuzishgan. Nima qilishgan? Yangi davlat quramiz. Qurishgan davlatni. Davlat qurilishiga Angliya yordam bergan va o'sha Angliyaning yordami bilan davlat qurilgan, hozir turibdi shu davlat. 100 yil bo'ldi islom ummatiga biror dona foyda bergani yo'q bu davlat. Illa butun dunyoga radikal qarashlarni eksport qildi, bo'ldi. Birinchi da'volari Ash'ari Maturidiylar adashgan. O'shalardan ta'sirlangan o'zbek zabon musulmonlarimiz ham bizni ajdodlarimizni, ya'ni tomirimizni tanqid qilyapti. Otasiga oq bo'lyapti. Mana shu gapni gapirganlar Ash'ari imom emas degan odamlarni surishtiring. Hayotda ham otasiga oq bo'lgan bo'ladi. Gapimga javob beraman. Nimaga imomiga oq bo'lgan odam hayotda otasiga oq bo'ladi? Otasiga oq bo'lmagan, oq padar bo'lmagan odam imomiga osilmaydi. Surishtiring. Menga keyin rahmat aytmang. O'zingiz hisobingizga yozib qo'ying. Shu gap tarqatayotganlarni surishtiring. Otasi nech marta oq qilganligini keyin menga aytasiz. Do'stim, birodarim, imomimga gap tegizmang. Meni imomimni haqorat qilyapti. Ash'ari ahli sunna emas deyapti. Ahli sunna emas degani ahli bid'at degani. Payg'ambar alayhissalom jahannamda ahli bid'at deganlar. Meni imomimni jahannam bilan, ya'ni ittihom qilyapti, so'kiyapti. Unga qarshi gapirsam, men beodob bo'ldim. Men beodobman imomni himoya qilishligimda. Bo'pti, men beodobligimni menga qo'yib beringlar. Imomimga til tekkizgan odamga qarshi beodobman men. Mayli, qabul qilaman buni. Lekin imomimga gap tegizmasin. Imom Maturidiyning nimasi adashgan? Chiq, bahs qilaylik yuzma-yuz. Yo'q. Kelmayapti. Uzoqqa borib olgan. Milliy istixborot tashkiloti ajratib bergan xonaga kirib olgan. Turkiyaning xavfsizlik xizmatiga qo'l qo'yib, ularning shartnomasi bilan o'tiribdi bir joyda. Chiqib olib meni imomimni adashgan. Abu Hanifaning kitobi uning kitobi emas. Maturidiylar adashgan, Ash'ariylar adashgan. Insofmi shu birodarlar? Insof emas u. Qani ochiq yuzlilik, qani samimiylik, qani millatning manfaati, qani?